Ana. Ana keldi o'zgördi. Bu ham tebadi. Yo egalarsiz mi? Mana akalar yana egalar. Quyosh bitib qolyapti-da. Tomosha qilyapti. Mana akalar tomosha qilyapti. Xudo xohlasa. Sotaman deyapti yo'yingizni aka. Ayting. Ayting nima bor bu? Nasib qilsa nima bor bu? 30 deyapti. 30 million baho qo'yapti. Yuzlar. Mana baho olaman. Tuyaga baho berasizlar, akamiz baho berasizlar mana. Haydi. Buni nimasi qanday bu? Norti ham nima? Ikkita o'rkashli. Norti deydi-a? Untaylar 21 millionga bermayapti. Xo'sh, o'rtoqlar, Xudo xolasa bugun 11-mart sanasi kuni 2026-yil Chiroqchi Qoraboro bozoriga bitta chiroyli Nortiya chiqibdi. Hozir mana akalar bu yerda savdo qilib turibdi, mana ko'rsatamiz. Qo'llarni ushlab turishibdi. Bu nechi pul deyapti yani? 18 million 500 ga bermay turibdi. O'zi nechi baho qo'yapsiz? Nechi dedingiz? 30. Anasi ko'paygan lekin. Qadam yaqin bo'lsa edi. Mana akalar. Mana o'rtoqlar, tuyaga baho berasizlar, juda chiroyli tuya ekan. 18 million 500 ga berilmay turibdi mana. Aka savdo qilib turibdi. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Bugungi sanamiz xudo xolasa 11-mart sanasi kuni. Birdan like bosib, kommentar fikrlaringizni bildiringlar qani. Juda chiroyli ekan. O'rtoqlar mana xudo xolasa o'zi mana syomka qilib turibman. Videoni ko'rib prosta chiqib ketmayman. Ot bozori, mol bozori, misol qo'y bozor hammasini syomka qilib, birdan like bosib, kommentar fikrlaringizni bildirasizlar. Tuyaga baho berasizlar. Fikr zolan qoldiringlar qani. Videoni prosta ko'rib chiqib ketmaylar, like bilan gumlatinglar. Xo'sh, akalar xudo xohlasa bizga videoni davom ettiramiz. Kommentar fikrlaringizni yozinglar qani. Xo'sh, mana. Tuya 12 million baho qo'yapsizmi? Bozorga 10 millionga bermasizmi? 10 million 300 ga bozorga berilmay turibdi. Tuyaga baho berasizlar. Tuyaga qiziquvchilar birdan like bosinglar. Kommentar fikrlaringizni yozinglar qani. Aka toycha nechi pul deyapsiz toycha? 14 million. Bu ham nechi so'rayaptilar? Assalomu alaykum. 8 million so'rayaptilar. Yoshiga to'lganmi toycha? Aprel tuyadimi? Toychalarga baho berasizlar? Xo'sh. 8 millionga mana ko'rib turibsizlar. Toycha berilmay turibdi. Aprel oyida yoshga to'lar ekan. Xo'sh, biz ot bozorini davom ettiramiz. Bu odamda chiroyli toycha bor ekan. Aka toycha nechi pul deyapsiz buni? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Mana. Sahroni furasiga baho berasizlar akalar. Eski zamonni furasi bo'lgan yuk tashuvchi mana. Bu nechi so'rayapsiz buni? 8,5 million so'radim. 8 million 500 ming so'm. 8 million 500 ming so'm. O'ynab kulib bos barakatini. Berilmay turibdi mana. Bos o'ynab kulib endi namartman. Orqalariga baho berasizlar. Bir gurulla qani. Bir gulla qandingda, bosing qandingda qani. Bir gurulla qani, bir gurulla. Mana bu yoqdan o'tamiz, mayli, barakasini bersin deymiz. Alloh barakasini bersin. Aytgansiz kelsin. So'rab ketaveramiz. Bosib toychalarga baho berasizlar. Manasi katta dadillar, manasi kichkina. Xo'sh, otlarni, toylarni atrofiga o'tiramiz akalar. Xo'sh, atrofga qarab. Nima savdo bo'lyapti? Ot savdo bo'lyapti ekan. Bak burada 20 milyon altı taşınıyor bu arada. Bu savdo bo'lyapti ekanmi? Nechi savdo bo'lyapti aka bu otlaringiz? Assalomu alaykum. Baraka bo'ldimi bu? Nechi baraka bo'ldi? 24 million 500 ming. Ikkalasimi? Bitta o'zi. Ikkalasi mana akalar 24 million. Bitta yo'q ana? Bermayapti. Ha, berilmay turibdi mana. 25 million ketdi. 25 million ikkalasi ketdi mana akalar. 25 million. Sotib. Baraka bo'ldi. Antrasit, mokri rangimiz eshiklarga 5 tadan, ishda 5 tadan petli qo'yilgan bo'lib, balkon profil, qalin profilda yasalgan mana. Ularga bemalol osilib ko'ring. Men 80 kilo vesim bor. Ko'tarib turibdi. Umuman lekin tashlash shunlar yo'q mana. Ochilib yopilishi, tagiga tegmasligi bir xil rangda, biriga bir tushib turibdi. Agar bemalol kim bo'lsa ko'rib olursiz mana. Tashlamaydi. Bir tabaqaliga 80 kilo ves tashlab mana.
Bemalol ochilib yopilishi. Bu plastik romlarimiz bo'lib, ichiga pod polovina gullar solingan, shotlanka, antrasit rangda, antrasit gulda. Mokri asfaltda. Gul ham, profil ham bir xil. Bu mana patmos qilib qo'yilgan. Ilk qavat o'ynadi oq gulda. Akalar hozir qarang, mana profilni sinash uchun Damas tagiga qo'yib ko'ramiz. Bizni qilgan mehnatga baho berasiz. Qani ket yaqin operator mana. Qani ukajon bitta hayda qani. Mana. Tez haydang mana. Hamma. Ikki bolani ham o'tib ketdi mana. Mana o'rtoqlar ko'ryapsiz, hech qanday zgib yo'q, hech qanday nima yo'q. Mana xohlasangiz ko'rsatamiz mana. Profil qalinligiga baho bering. Kommentar fikr yozinglar. Biz hozir Samarqand shahridagi Pastron qishlog'iga ak va ukalarimiz ishini ko'rsatamiz. Mana balkon profili 11 santimetrimiz ishlamagan, hozir birinchi marta sinab ko'ramiz. Baquvvat yo'qligini. Eshik mashina haydab ko'ramiz ustidan. Yuring aka. Odirbek aka, bu bizlar 12 viloyatga O'zbekistonning kartasida bo'lsa bo'ldi adresi. Olib borib, dastavka ichida hammasi. Plastik romlarimizga polnistda podogolnik bir podsvet boradi. Zolotoy bo'lsa zolotoy deb, mokr asfalt bo'lsa mokr asfalt. Bizning manzil Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani. Keyinchalik bularni ishlab chiqarish jarayonini ham ko'rsatamiz sizlarga. Eshiklarimiz ustanovka qilib bo'ldik. Bularimiz narxlari 1.200.000 dan kvadrati. Balkon profildan, antrasit rangdan. Buni zolotoy dubi ham bor. Mebelni karishnovoy, u ham 1.200.000 dan kvadrat. Bu plastiklarimiz antrasit rang bo'lib, zolotoy dubi ham 1 million, bu rang ham 1 million so'm. 5 shotlanka. Shotlanka qo'shilsa har bir donasiga 100 ming so'mdan gul qo'shiladi. Ranglari ham shu antrasit, mokri rangda. Bir xil, birga bir tushadi rangi. Mana ikkita biya 25 millionga baraka bo'ldi. 11 masalasi kuni mana pul joy sanalgan joylari biz videoni davom ettiramiz. Xudo xolasa sizlar uchun yaxshi video qilamiz. Kommentar fikrlaringizni yozinglar qani. Mozonlarni arsa kirib, so'rab ketaveramiz. Kamchilik xato bo'lsa o'zi so'rab qolamiz. Aylanib to'ychani hech pul yo'q aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? 10 million boqyapsiz. Bozor nechiga bermas aka? Bozor 82-83 so'rayapti. 8 million 208 million uchun so'rab berilmadi aka. Hali yoshiga to'lmagan-da. Yoshiga to'lmagan 8 million 200 ga bermayapti akalar. Xo'sh, ichkariga kiramiz, aylanib so'rab ketaveramiz. Xo'sh, bu yerda kishi yosh to'ylar bor. Yosh to'ylarni so'raymiz, aylanib tip bermaslar bo'ldi, xudo xolasa. Mana odam yosh to'ylar bor, xudo xolasa. Otlar qatorgamiz. O'rtadan hech pul yo'q. Aylanib. Biraz. Bunlarni chekar Nodirbek To'raqulov. Nodirbek To'raqulov. Nodirbek To'raqulov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Hech pul yo'q to'ychalar. To'ychalarni 15 dan bermaydi. 15 milliondan. 15 millionni bermaydi. Bermay turibsiz maydachalarni. 7,5 milliondan. Ikkilasi 15 million bermay turibdi. Ha, u kattasi o'zichi? Qanaqa? 98. Ha, bo'ldi. 9 million 8. Mana ikkilasi o'rtoqlar ikkita yoshgina to'ycha 15 millionga bermay turibdi. Shu orqalarni ko'rsatamiz. Qaysi birini? O'tamiz mana orqalarini ko'rsataylik akalar mana. Hali yoshiga to'lmagandan bular. 6 oylik foyda. 6 oylik 7,5 milliondan mana. Bu yoqdan o'ylanib o'tamiz ichkariga kirib. To'yimiz tepar masala bo'ldi. Tepgan to'ydan qo'rqamiz. Hech pul yo'q aka to'yda o'zini ayting. Orqalariga baho bering. 15 million. Kishi tepar masala bo'ldi. 15 million boq qo'yapsiz. Bozor nechiga bermas buni? Xo'sh, qo'ychilarga baho berasiz. Qo'ychilar stakana yo'q-a bular. O'zi buni nimasi bor ekan? Yoshi qanday buni? Yoshi necha oy? Mayga bir to'la bir yoshga to'ladi. May oyiga 1 yoshga to'ladi. Qora. Bozorga nechiga bermas? Realni savdo bo'limini qo'lda ushlagan. 12 ga berdi. 12 millionga berilmadi mana. Akalar 12 millionga berilmabdi. Qop qorangini, chiroyligini to'y. Xo'sh, biz hozir to'ylar qatorga biz akalar. Bu tarafga ot bozorga ham o'tamiz. Mana oq to'ylar ham chiqib, ulardan ham so'rashimiz kerak mana. Aylanib so'rab boraveramiz. Yo'lda mana chiroyli otlar bor. Aylanib yo'ldan o'tamiz. Oppoqqina ot chiqibdi, u yoqdan so'raymiz. Aylanib. Kattagina ot chiqibdi. Bu toylar nech bilan deyapsizlar? Bu toychami, otmi bu?
Biyacha nechi pul biyacha? 20 million biyani o'zi, bu 13 million. Biyaga baho berasizlar akalar? Bozorga nechiga bermasiz biyani o'zini? 15 million berilmadi. Bunisi-chi? 11 ga. 11 millionga berilmaydi turibdi akalar. Qaysin 11 deyapti. Mana akalar. 11 million. Xo'sh, biz aylanib so'rab ketaveramiz akalar, xudo xolasa. Kommentar fikrlaringizni yozinglar qani. Chiqib kelyapti zimmillar. Yosh yigitchalar bajaryapti akalar bilan. Baraka bo'ldimi bu? Sotildimi bu? Endi, xudo xolasa. Xo'sh, aylanib so'rab ketaveramiz. Siz oppoqini ot bor ekan, ovqatlardan so'raylik, ovqatdan chiqib qoldik mana aylanib. Ovqatlardan chiqib qoldik. Aylanib. Aka, syomka yaxshilik. Nima bo'lyapti? Chiroyli chiqdimi? Ha, zo'roq chiqdi-da. Ishlab oldi mana, chiroylikni ot aka. Akalar bizni so'rib ketaveramiz, mana oppoqqina ot 13 million 300 bermay turibdi. Aylanib bu tarafdan so'raymiz. Bu yoqlarda ham otlar bor akalar. Aylanib so'rab ketaveramiz. Nech pulyoz aka bu otni? Narxini. So'rab ketamiz. Buni so'raylik qani? Aka bu ot toycha nech pulyoz? Toychami otmi bu? Ot necha yoshar bo'ldi? 5. 5 ga kirgan. Nech pulyoz buni? 25 million baholayapti. Bozor nechiga bermadingiz? 18 millionga. 18 millionga mana ot bermay turibdi akalar. Chamandoza tarafga o'tamiz akalar. Videomiz zerikali bo'lmasligi uchun u yoqdan ko'rsatib obzor qilamiz. Fikringizni qoldiringlar qani. Aylanib so'rab ketaveramiz. Bozorga qiziquvchilar birdan like bosasizlar. Bu otni nech pul deyapsiz aka buni? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz? 25 million. Yoshi necha yoshar buni? Necha? 2 yoshar. 2 yoshar. Hali toycha ekan-da? 2 yoshar ekan mana. Bozor nechiga bermay tursiz bozorga? 15 million. 15 million. Oyoqchalarga baho berasizlar, tuyoqchalarga akalar mana. Jigar pigar bilan jarim qiziydi-da. Jigar pigar bilan 15. Jigar pigarini 15 million deydi. Jigar addini deydi-da. Mana. Tushazmi? Mana akalar. Xo'sh, videomiz to'g'ri qiziqarsiz bo'lishi mumkin, lekin otga qiziquvchilar juda ham bizning muxlislar ko'p akalar. Prosmotr yaxshi bo'ladi. Shuning uchun otlarni addini so'mga qilamiz. Nimaga deysalaringiz, otga qiziquvchilar juda ham ko'p akalar bor. Xo'sh, bu odam katta otlar ham so'rab o'tamiz, aylanib. Katta otlar qatoriga ham o'taylik. Aka, otni nech pul baho qo'yapsiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz otni? Bozor nech xil bozor? 25 qilyapti. 25 million bermay tursiz bozor. Yoshi necha yoshar? 6 yoshar mana akalar. Uloq chopadi. 6 yoshar, 25 million bermay turibdi akalar. Orqalariga baho berasizlar. Mana bu odam tortib turibdi. Buni so'raylik qani? Al jitlar marog'ida chechsa sizda birisi chiqadi. Buni chechgandan keyin nima chiqyapti? Nima chiqadi? Bo'lmaydi, bo'lmaz. Barakala qildilar. Baraka bo'lyaptimi aka? Necha deyapti? Nechiga to'xtab qoldi akalar bu? Zo'rmisiz aka? Necha to'xtab qoldi bu otcha bu? Nima dedi? Toycha. Mana akalar savdo bo'lib turibdi, 15 million. 15 million 200. Orqasiga baho berasizlar. Nechiga chiqib qoldi? 15 million 200 chiqib qoldimi?
15 milyon 200 chiqdi mana akalar. Yoshi necha yoshar ekan? 2 yoshar toycha ekan ana. Toycha ekan mana akalar. 15 milyon 200 chiqib qopti. Xo'sh, bu tarafda ham ko'rib turibsizlar, mana shular ekan otlar qatorga bizni. Biza so'rab ketaveramiz aylanib. Fikr-zo'lar qoldirasiz, kommentar yozinglar qani. Nech pul deyapsiz aka buni? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 50 million boqyapsiz. 50 million baho qo'yaman. Yoshi necha yoshar ekan buni? 8 ga kirganmi? 8 ga. Vaqtda 30 million meniyatim yo'q bo'lmaydi. 50 dan kam hisoblayman deyapman. Vaqtda 50 million realni savdo bo'lib turibdi. Oyoqlari stakan yo'qmi mana? stakanlar zo'r. Oyoqlari stakan ekan. Poychalari ham zo'r ekan. 8 yoshar ot mana 30 millionga bermay turibdi. Uloq chopadi bemalol. Mana uloq chopadi ekan. 100 millionga ham bermaydi buni. Bunimi? 100 millionga ham berilmagan ekan vaqtida mana akalar. O'rtoqlar. Otlarga baho berasizlar. Biz YouTube'ni dash davom ettiramiz akalar. Instagram, YouTube, Facebook hammasida bor. VK video ko'raman desangiz, Chiroqchi, Qoraburuq bozorini, ot bozor hammasini batafsil yoritamiz. 11 millionga bermaydi. Yoshi necha yoshar buni aka? 2 ga kiribdi mana aka. 11 millionga toydan chiqqan otga aylanyapti deganda 2 yoshga berilmay turibdi. Olam toycham bu? Toy mana akalar. 2 yoshar toy ekan mana akalar. Xo'sh, aylantirib so'rab ketaveramiz. Bu tarafda ham bor. Biz bu yerda chiroyli oppoqini otlar bor ekan. Aylanib so'rab ketamiz. Nech pul deyotgan ekanlar akamiz uni. Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka, zo'rmiz? Nech pul deyapsiz aka toychani? 15 million boqyapsiz. Bu uylar ham chiroyli ekan. Bozor nech qildi bozor? Bozor nech so'radi aka bozor? 12 200 so'rayapti. 12 million 200 ga berilmay turibdi akalar mana. Oyoqlariga baho berasizlar. Xo'sh, ko'plar farqi bor ekanlar, o'zingiz bilasizlar. Mana akalar. Orqasiga baho berasizlar. Bu yoqda ham otlar savdo berib turibdi. Bu yoqda ham. O'zingni ko'ryapsan. Bu taraf. Bular nechi baraka bo'lyapti aka bular? Savdo bo'lib turibdi. 300 million 300 qilyapti. Bir joyga uchalasi. 45 million boqasiz, 30 million 300 ga berilmay turibdi. Mana akalar, 3 ta toy 30 million 300 ga berilmay turibdi. Mana. Endi chiroyli otlarga baho berasizlar. Ha. Qancha bo'lagan? Bo'lish. Hojibo. Mana. Bu assalomu alaykum. Otamasizmi? Yo'qmisiz? Yaxshimisiz? Mana. Bu baraka bo'ldimi aka bular? Nima deb chiqadi? Nodirdek Turaqov chiqadi. Shuraymi? Tashlatmasa mayli, bo'pti. Nodirdek Turaqov. Mana akalar. Nurga ko'ramanda shu. Yo'q odam ko'rsatamiz. Ha, zo'r ekan. Mana. Ha. Qasim, Aha. salom zo'rmi? Qasim demoqchiman. Ahvoli yaxshimi? Qayergada o'zlari? Amerikada. Amerikada mana amerikalik Mana biza bozorda. o'zi ko'rsatmay, ha? Ha, ko'rsatsa ham bo'ladi, ko'rsatsa ham bo'ladi. Bu ko'rsatadi. Salom de, nevarlarga salom de. Mana akamiz. Nevarlarga salom deb. Nevarlarga salom de. Qosim. Qosim akamizga Amerikaga hozir xizmat qilyaptilar, xudo xolasa. Ishlaydilar mana. Mana aka, mana ot chiqartdilar, 30 millionga berilmay turibdi. Mana chiroylikkina ekan, vaqtiga 100 millionga bermagan ekan. Berilmagan ekan mana. 50 million boqib qo'yibdilar. Vaqtiga 100 millionga berilmagan ot hozir 30 millionga berilmay turibdi. Yoshi 8 yoshar ekan akamiz. Mayli aka, barakasini bersin deymiz. Xudo xolasa biza so'rab ketaveramiz. Faxriddin ham shu yerda. Faxriddin akamiz. Mayli akamiz. Qachon chapa? Akamiz tortiryaptilar. Namurat xursand bo'lmaysiz bir kishi aytganda. Oppoqqina otlar. Aylanib so'rab ketaverasiz, otlarga baho berasizlar. Bu
Bu assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz bu ovqatda? Mayli bu. So'rab ketaveramiz, buni so'raymiz. Mana odam katta iri otlar bor. Bu nech pul deyapsiz buni? 23 million. Bozor nech qildi bozor? Hozir 19,5 million. 19 millionga yo'q. Yoshi necha yoshar? 2 da yosh bor. Ha, 7 yoshda ekan. 7 yoshda ekan. Akalar mana otga qiziqchilar birdan like bosinglar qani. Yosh toychilarni ko'rsatib boshlayveramiz buni olsa. Qani. Yo'qda ham bor mana. Aka otni nech pul deyapsiz bu otni? Nech pul deyapsiz? Yaxshimisiz aka zo'r? 20 million. Yoshi necha yoshar? 3 yoshar. Ha, o'sha otga aylandi toydan chiqib, ha? 3 yoshar ekan uni. 20 million o'qiladi. Bozor nechiga bermas ekan buni? Bozor har xil aka. Mana. Ana keldi ko'rdi. Bu ham tebadi. Mana akalar xudo xolasa 30 millionga chiqib qoldi. Bo'lmadi ana o'zini boyasini olasan. O'rang aka o'rashini sertamiz shunda baylar. Mana akalar 30 millionga chiqib qoldi. Oppoqqina osh. Buni yoshi necha yoshar ekan buni? 13 yoshli. 13 yosh kirgan-da mana. 13 kirgan ekan mana. 13 kirgan mana. 30 million chiqib qolib bermay turibdilar. Akalar orqa. Tuyoqlarga baho berasizlar. Aylanib ko'rsamiz, xudo sog'in sigirlar qatorga o'tamiz, mana ot bozoriga qatorga o'tamiz. Otlarni ko'rsatamiz, kelaverasizlar, Chiroqchi, Qoraburuq bozorga xohlagan turza ot. Mana Tepaqon ot bor deysizmi? Tepmaydigan deysizmi? Hammasi bor akalar. Kirzolan qoldiringlar qani? Mana bu yoqda bor. Ingrab turibdi. Akalar visim 80 kilo olibdi. Ko'ryapsizlarmi? Yana sizlarga qanday holatdan ko'rsatib beray. Hozirgi jarayonni sizlar uchun opchi ko'rsatib biladi. Like bo'lsa, kommentar fikrlar yozinglar qani. Mana Balkan Pro'si 11 santimetrimiz eshitmagan, hozir birinchi marta sinab ko'ramiz. Baquvvat yo'qligini. Eshik mashina haydab ko'ramiz ustidan. Yuring aka. Akalar hozir qarang, mana profilni sinash uchun Damas tagiga qo'yib ko'ramiz. Bizni qilgan mehnatga baho berasiz. Qani ket yaqin operator mana. Qani ukajon bitta hayda qani. Mana. Tez haydang mana. Hamma. Ikki bolani ham o'tib ketdi mana. Mana o'rtoqlar ko'ryapsizlar, hech qanday zgib yo'q, hech qanday nima yo'q. Mana xohlasangiz ko'rsatamiz mana. Profil qalinligiga baho bering. Kommentar fikr yozinglar. Biz hozir Samarqand shahridagi Pastron qishlog'iga ak va ukalarimiz ishini ko'rsatamiz. Akalar ko'ryapsizlarmi? Turning tortirib beraman. Mana, xohlaganlarcha. Bir ton like bo'lsa, kommentar fikr yozinglar qani. Mana o'rtoqlar ko'ryapsizlarmi? Bir o'zim 80 kilo chiqaman, osilib turibman. Yaqinroq olib kelgan operator mana hech qanday osilish, izgib degan jarayon yo'q. Odirbek aka, bu bizlar 12 viloyatga O'zbekistonning kartasida bo'lsa bo'ldi adresi. Olib borib, dastavka ichida hammasi. Plastik romlarimizga polnistda podogolnik bir podsvet boradi. Zolotoy bo'lsa zolotoy deb, mokr asfalt bo'lsa mokr asfalt. Bizning manzil Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani. Keyinchalik bularni ishlab chiqarish jarayonini ham ko'rsatamiz sizlarga. Antrasit, mokr rangimiz eshiklarga 5 tadan, ishda 5 tadan petli qo'yilgan bo'lib, balkon profil, qalin profillar yasalgan mana. Bularga bemalol osilib ko'ravering. Men 80 kilo vesim bor. Ko'tarib turibdi. Umuman lekin tashlash shunlar yo'q mana. Ochilib yopilishi, tagiga tegmasligi bir xil rangda, birga bir tushib turibdi. Agar bemalol kim bo'lsa ko'rib olursiz mana. Tashlamaydi. Bir tabaqaliga 80 kilo ves tashlab mana. Bemalol ochilib yopilishi. Bu plastik romlarimiz bo'lib, ichiga pod polovina gullar solingan, shotlanka, antrasit rangda, antrasit gulda. Mokr asfaltda gul ham, profil ham bir xil. Bu mana patmos qilib qo'yilgan. Ilk qavat o'ynadi oq gulda.
Xo'sh, o'rtoqlar, avvalambor assalomu alaykum. Bismillahir rohmanir rohim deb bizni Samarqand shahri Pasturxon tumaniga bizni Xudo xolasa sizlarga mana chiroyli eshik ramka, plastik akva ramka kerak bo'lsa, hammasini batafsil ma'lumotini beramiz. Narxlar qanchadan chiqyapti, kashfasi bo'yicha polnisi Odilbek ukamizdan so'raymiz. Sizdan faqat birdan like bosib, kommentar fikringizni beringlar qani. Odilbek, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Qanday? Odilbek, yaxshimisiz? Mehnatlardan charchamayapsizmi? Yo'q. Bu yangi ob'ekt, Xudo xolasa. Bu nasib bo'lsa yangi obyektimiz o'zimizda Pazdarg'om tumanida, Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Bu plastik romlarimiz. Plastik romlar. Ha, bu 6000 seriya deydi, 6000 seriya plastik romlarimiz. Antrasit, mokriy asfalt. Mokriy asfalt, ha. 10-15 yil kami garantiya. 10-15 yil xizmat qilib beradi. Xizmat qilib beradi. Undan ziyod ham xizmat Undan qilib ziyod beradi. Agar beradi. 10 yil ichida bu rang o'chib yo boshqa narsa bo'lsa, besplatno. Besplatno bo'ladi. Besplatno shu polni qancha bo'lsa obyektda almashtirib beriladi. Lekin 15 yil 15 yildan ishlab yuribmiz, lekin atkaz bo'lgani yo'q. Atkaz bo'lgan yo'q. Yo'q, garantiya kачественный profil. Bular qarang. Bularimizga antrasit gul solib berganmiz. Xohlasalar bu rikasi. Rikasi, ha? Xohlasalar gulimiz bor. Gulimiz bor. Gulimizni ham keyingi reklamalar gulni ham ko'rsatamiz. Bu rikasi. Ha, chiroyli bo'ladi. Xo'sh, qarang. Yarki beradi. Sal yaqinroq qurib qurmayli mana. Operator yaqinroq kelsanglar, qarang, mana shunday holat turishi, masalan, 1 kvadratni necha pulga chiqyapti hozir? Bunimizni 1 kvadrati plastikda, 2 qavat oynada, oq oynada, yotovoy oyna bo'lsa. Ha, ichida 2 qavat oyna. 2 qavat, ha, mana ichkarisi ham bor. Tashqarisi ham 2 qavat oyna. 2 qavat oyna. Ichkarisi polностью germitga aylantirilib, germitga uriladi. Bularimiz kvadrati 1 million so'mdan. 1 million so'mdan 1 million so'mdan. Agar obyekt kattaroq, ish romi ko'proq bo'lsa, polni hammasiga podagonlik besplatno. Besplatno podagonlik. Mana o'rtoqlar podagonliklarimiz o'zining rangidan yana. Agar siz mana shuni misol uchun okna zakaz qilaman desangiz, sizlarga bir dona podagonlik bonusga qo'shib beramiz. Bilasizlar, podagonlik o'zi ham necha pul turishini. Shunday. Nechta 10 ta romi bo'lsa, 10 ta podagonlik, 20 ta rom bo'lsa, 20 ta podagonlik ichida. Hammasi ichida. Shotlanka gullari, lekin adinni narx bo'ladi. Adinni. Xo'sh, e'tibor berasizlar, mana ichidagi guli adinni qo'shiladi deyaptilar. Shunga ham e'tibor berasizlar. Xo'sh, bu plastikimiz nima? Plastik to'g'rimi? Alyuminiy emas, to'g'rimi? Plastik yo'q, alyuminiy. Bu plastik. Aka, keling mana. Mana yaqinroq olib keling. Plastik mana. Polnosda aylanasiga mana bunday metal solinib ketaveradi, aka. Ha, ichida solinib ketaveradi, tagin keyin bu samarasiga qotiriladi. Samarasiga qotiradi. Agar lekin bundan solmasa 1 ten. Bu plastik. Issiqda o'ynab qoladi. Issiqda o'ynab tashlab yuboradi. Xo'sh, mana yaqinroq ko'rsatamiz. Akalar bu zo'r ekan, knafski ekan, ko'ryapsizlar qalinligini. Xo'sh, bizani pagodamiz issiq, bilasizmi? Issiq uchun mana bu agar juda issiq bo'lsa, plastik bilasizlar o'ynab qoladi. Shuni evaziga mana bu plastik qo'shiladi. Mana yaqinroq olib keling. Mana bunda ichida samaras qotirib ko'rsib, ichida qoladi. Bu ichi ko'rinmay ketadi, ichida okna bo'ladi, to'g'rimi? Okna bo'ladi. Qarang, Nodirbek, har bitta romimizga 3 tadan petli qo'yganmiz mana. Ha, har bitta romga bitta, ikkita, 3 ta petli bor, 3 dona. 3 ta 80lik izospil qo'yilgan bunga. U romdagi mana buni ochilib yopishiga. Uchkalardan, ha. Uchkalardan mana. Ha. 3 tadan petlisi bor har bittasi. Mana keling. Video davomida yaqinroq kelib ko'rsang. Xo'sh, mana bu odam eshik ramkalarimiz bu. Bu alyuminlarimiz. Bu ichi 280 ga 2 metr. Qarang, bu balkon profili yasalgan. Balkon profili, ha? Qalin, 11 sm bu. Bu 11 sm ham. Bu eshiklarimiz kvadrati, 1 kvadrati 1 million 200 dan. Ha, buni o'zi addenni 1 million. Eshiklarimiz ustanovka qilib bo'ldik. Bularimiz narxlari 1 million 200 dan kvadrati. Balkon profildan, antrasit rangdan. Buni zolotoy dubi ham bor. Mebelni karishnovoy, u ham 1 million 200 dan kvadrat. Bu plastiklarimiz antrasit rang bo'lib, zolotoy dubi ham 1 million, bu rang ham 1 million so'm. 5 shotlanka. Shotlanka qo'shilsa, har bir donasiga 100 ming so'mdan gul qo'shiladi. Ranglari ham shu antrasit, mokriy rangda. Bir xil, birga bir tushadi rangi.